Xo'p, taksi shakllari qanday qimmat sotish kerak o'zini xizmatini? Xo'p, buning uchun birinchi o'rinda tanishuv, salomlashish va o'zini tanishtirish va ismni aytish kerak. Undan keyin mijozni ismi so'raladi va akajon, opajon deb murojaat qilish kerak yoki aka, opa deb murojaat qilish kerak. Filtr qiladi. U odam taksi kerakmi yoki mikroavtobus yoki avtobus. Ularni javobi taksi bo'lganda uni ehtiyojini so'rashni boshlaydi, ya'ni spin ishlatishni boshlaydi. Ya'ni situation vaziyatni o'rganadi. Qayerga ketyapsiz? Ishga ketyapsizmi yoki uygami? Bemalol ketmoqchimisiz yoki tezmi? Va bunda manzilni aniq olasiz, qayerga ketayotganligi, ularning asosiy maqsadini bilib olasiz. Undan keyingisida problem muammosida misol uchun konsersiz mashinada ketsa nima bo'ladi? Odam hali chiqmagan bo'lsa taksilarda qanaqa holat bo'ladi? U tomonda hatto avtobuslarga ham odam chiqmayotgan polisi muammoni aytib tushuntirib berish kerak. Undan keyin impulsion oqibati aynan konsersiz mashinada ketsa nima holat bo'ladi? O'sha narsani keltirib berish kerak. Yoki avtobusda ketsa qancha vaqtda ketadi, nima bo'ladi? O'sha narsani oqibatini ko'rsatib berish kerak. Ya'ni muammoni oqibatini ko'rsatib berish kerak. Undan keyin esa o'sha muammoga oqibatiga yechim beradi. Foydasi aynan misol uchun bu bilan ketsa qanaqa foyda oladi? Misol uchun avtobusda ketdi, tiqilinch yokida issiqda yokida nimadir holat bo'ldi, qulay o'tira olmadi, ketdi unda. Bu bilan inson bilan taksi bilan ketadigan bo'lsa, qanday holatda ketadi? Kondisionerda, salqinda, mazza qilib ketadi. Ya'ni yumshoq o'rinda tez yetib boradi, anchagina va vaqtini tejaydi. O'sha narsani keltirib berish kerak. Va fab bunda ya'ni siz xususiyat, afzalligingiz va foydangizni ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni mashinada kondisioner borligini, yo'l bo'yi misol uchun salqin ketishini, issiqda terlab yoki charchab bormasligini tushuntirib berishingiz kerak. Xo'p, va sotuv narx. Xo'p, necha pul bermoqchi inson? Aynan birinchi o'rinda mijozdan so'rab olish kerak, necha pul beradi va sizga to'g'ri kelmagan narxni aytadi birinchi o'rinda. Chunki arzon ketishni xohlaydi. Misol uchun siz 60 ming ketadigan joyingizga 40 ming so'm deydi. Va e'tirozlar bo'lishi mumkin. Siz 20 ming, 30 ming qo'shingiz e'tiroz qiladi va e'tiroz bilan ishlash kerak bo'ladi bu yoqda. Xo'p, e'tiroz bilan ishlaganingizdan so'ng tepadagi muammolarni yechim berganingiz haqida ta'kidlab o'tasiz. Ya'ni qaytadan tepaga chiqamiz. Mana bu spinni qaytadan qo'llaymiz. Уже manipulyatsiya qilish kerak. Siz ketsangiz mana bu holatda ketasiz, bu holatda ketasiz, bu holatda ketasiz. Уже mana bu narsalarni siz aytib savollar berganingizdan keyin muammolarni aytib turib, mana shunaqa ketasizmi, mana shunaqa ketishni xohlaysizmi, mana bunaqa ketishni xohlaysizmi deb turib, misol uchun avtobusda ketsangiz mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa ketishni xohlaysizmi, siz yo'q, ha javob beraveradi. Undan keyingi holatda sizdagi o'sha qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa, bu yoqda misol uchun shuncha savol beringiz, uni alohida ichidan misol uchun foydalilari unga yoqadi. O'sha yoqqan narsasini siz mana bu yerda ta'kidlaysiz sotuvda. Sizga aynan mana shunaqa ketamiz, kondisionerda ketish xohlaysiz-ku, tiqilinchda ketish xohlaymiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Aynan shuning uchun siz 40 ming so'm emas, 60 ming so'm berishingiz kerak. Shuning uchun shunaqa narx deb turib, juda ko'p siz gapirishingiz kerak bu yerda. Ya'ni mijozni o'ylashiga yo'l qo'yishingiz kerak emas. Umuman o'ylash kerak emas. Aynan nima uchun sizda ketishini yoki boshqasi o'ylab ko'raman, voy nimani o'ylab ko'rasiz, ketishiga yo'l qo'ymang. O'sha narsaga rozi, chunki uni puli bor. Siz uni puli yo'q yoki boshqasi deyishingiz yo'q. Puli bor kisasida, faqatgina unga to'g'ri taklif berish kerak. U xohlayotgan narsani siz bera olishingiz kerak. Ya'ni ehtiyojni bilishingiz kerak aniqini. Ya'ni bunda siz spin va fabda bilib olasiz. Spinda aniqlaysizda, fabda yechim berasiz. Xo'p, aynan u xohlayotgan narsani siz beradigan bo'lsangiz, narx umuman qiziqmas o'zi. 40 umuman qiziqmas narxi. Siz bu narsaga tayyor yechim berasiz. Narxingizda qimmat etsangiz ham ketadi. Misol uchun 60 ming emas, 80 ming bo'ladi desangiz ham, nimaga unga kondisionerda mazza qilib ketishini aytib o'tdingiz. Oldida ketadi yokida tushuntirib beringiz, bo'ldi, u o'sha pulni beradi mijoz. Birinchi o'rinda uni og'rig'ini aniqlab olish kerak, ya'ni ehtiyojni yokida to'liq shakllantirish kerak. Unga mana shu narsaga ehtiyoji borligini ko'rsatish kerak. Undan keyin u narsani siz yechimini bersangiz, o'sha narsaga rozi bo'ladi mijoz va siz xohlagan sotuv narxini beradi. Xuddi shunaqa gap, aynan bu taksistlar uchun qilingan. Agarga sizga ham misol biznesingiz uchun kerak bo'ladigan narsani aytadigan bo'lsangiz, misol tadbirkormisiz yoki boshqa yana xizmat ko'rsatishingiz bormi, tur agentstvamisiz yokida klinikangiz bormi, sizda ham xuddi shunaqa muammolarni topa olmayotgan bo'lsangiz, mijozlaringizga yechim bera olmayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozing, aynan qaysi sohadasiz, ana shu sohalarda yokida o'z sohangizni yozing, o'sha narsaga yechim qilib beraman, yokida qo'shimcha sohalarda yozing, qaysi sohani bilmoqchi bo'lsangiz.
o'sha narsaga yechim qilib turib joylashtiraman keyingi postda yoki undan keyingi postlarda yechim qilib beraman. Uning uchun obuna bo'ling bizaga va biz bu narsani joylashtirib boramiz. Aynan qanaqa tartibda bo'ladi, nima bo'ladi, spin haqida yana chuqurlashamiz yokida fab haqida chuqurlashamiz yanada. Yokida filtr, o'zi filtr qanaqa qilinadi har bitta biznesda har xil tushadi va tanishuvlar hamma joyda har xilcha. Misol uchun to'g'ri face to face ko'rish bor, baribir telefon orqali gaplashish bor. Hammada har xil. Fab ham xuddi shunday. Sotuv va narx e'tirozlar bilan ishlash umuman boshqa narsa uje. Sizga ham agar ma'qul kelgan bo'lsa, podpiska bosing, like bosing va bizani kuzatib boring. Va sizda ham xuddi shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa yokida sizga ham xuddi shu narsa kerak bo'lsa, sizlarga ham yozib chiroyli qilib beramiz. Faqatgina kommentariyda yozing, aynan qaysi sohadasiz. Tadbirkormisiz? Tadbirkor bo'lsangiz, aynan nima tavardasiz? Qurilish materiallarimi, oziq-ovqatmi, mijozlaringizni ushlab qolyapsizmi yoki ushlab qola olmayapsizmi? Ularning ehtiyojini aniqlay olyapsizmi yo'qmi? To'liq shu narsani joylashtirib, xuddi shu tartibda yozib beramiz. Menda qisqacha qildik xolosgina tez bo'lish uchun. Agarda polnisga kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga ham yozinglar, sizlarga ham xuddi shunday qisqacha qilib tushuntirib yozib beramiz. Yordamimizdan sizga biznesingizda o'sish bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada keyin yozib qo'yasiz. Biznesimda o'sdi, mana shu narsani qo'lladim, yanada chuqurlashmoqchiman desangiz, keyin bu narsaga yana yechim beramiz. Podpiska bosishni unutmang, podpiska.